shuncha bo'lur muhayhay aksi olib to'yxonada ishlamay qo'ndi kufayfay shunday to'ylarni qilib kelinni chiqdi nomi to'ydan keyin hammani chiqmas hay hay Anki hamma ular ertaga istiqotsa qilar ertaga nima bo'lsa bo'lar ertaga kuyov to'yga kelmasa bo'lmas kuyov bola o'zicha osmon Burada tomonga to'ygay bu yomon Easy easy tamam tamam Seni evledim ko'rmasam bo'lmas نشود برای عشق برای بیمار شما تا که کیوی؟ aholilar jo'ra birimga almashib chiqing sana sevishib yurganimizda shuni tanladik lekin kuyov bolaga qilib kelganimiz yo'q sovg'amiz bor oka to'ylab boray bo'lsin mashina erkazga tashlab yuring aka qara beriz banqot bo'lsin ervona berdi bermoq turmaydi amanda turardi mayli aka birov yaxshi ko'rgan qizini shundoq olib qo'yish yaxshi ishmi Yo'q yo'q nima urasani kelinni ur kelin shu paytga cho'mib o'tirmaganda endi o'tirarmidi mayli o'zim bosdim mayli o'zim bosdim nima keyin gaplashamiz to'g'ri to'yxonada bo'layotgan bu hodisani ko'rib ko'pchilik kelinining onasini eslab o'tirgan bo'lishi mumkin lekin onasi hozir ba'zida yotibdi bu sharmandalikni ko'tara olmadi lekin uni otasini eslashi mumkin otasi taklif qiladi voy shunaqa bo'lib ketdilar to'ylar voy qaysi zamonga kelib qoldik bugun mana kuyovsiz to'y qillaring ertaga bolasiz radondan qilsanglarmi undan keyin pulingsiz ajrashinlaring lekin aytib qo'ying shunday to'yda bola bo'lsin anonsi bo'lsin kelgan mehmonlar mana ham ko'rmasdan ketmaydiyu kelgan ishlar nimani daraxt kesib beradimi kuyov qayerda mana kuyov voy sen emasmisan boboda kuyov sen emasmisan sen boringdan yuring yaxshi sen de o'tiradi vaqtimsan o'tirishga joyi yo'q mana kuyov joyi bor o'tir mana jiyanim bu tog'asidan turib qanaqa o'tiraman bunga yurmasangiz ikkita choy toping kelin kuyovni sog'indi suradigan obuddi kelin kuyovni sog'indi yig'lab axir obuddi shu kunlarda kelinimizni tuyg'ulari so'rdi kelinimiz bugun to'yxonada so'rdi bugun kechqurun qanday bo'ladi so'rdi raz Nevskiy qo'shiqlar boshlangan ekan kelinimizni Nevskiy ukasini taklif qilamiz assalomu alaykum asalim ukam sammani shakarim ukam sammani oqshom uyga kelganda miyashdanga berib uxlatay sani o'zimni rahmatimni aytmoqchiman opamga yoshligimdan aytganman voy ko'zingni katta ochgan mahallagacha bolalarni yetalab olib kelmagan turdim mana bugun to'yi kuyovni ham yetalab olib kelmagan o'shaning uchun lazimni turdiman mana lazimni turaman yaxshi ishlar bor o'shani aytib beraman kuyov shunchalar qimmatli to'yga ham keladi otamni uyda o'g'lab o'tirgani unchalik yemabdi o'ylab qolaman o'ylab shuni o'ylab turadigan bo'lsangiz kelinimizni jirnillagan shu dugonam kimga tegankan deb rosa qiziqardim darshim qiziqib o'taman chunki kelin boru kuyov yo'q o'tkinchi odam pul mol dunyoga buncha o'chib odam cho'nchak bo'sh bo'lsa boshqa qadam o'yladim eslaysizmi kelinglar
qanaqadir bir beylik o'xshaysiz. Qani bir bizga pustomiyalar raqsini ijro etib bersanglar. Ham yo'qdan qo'shiq hofiz bilan zo'r qo'shiq bilan bo'lsa. Alo. Uka muzikani o'chirdi. Sen to'ylar. Futbol to'ying. Esida bo'lsa sandan sen shunga qaytaramiz, bir-birimizga sovg'a beramiz. O'sha sovg'alarni qaytargani keldi. Naskin. Ambesinami? Oq ko'ylagi. Kirib olgandek. Sen menga bitta sovg'a bergandek. Menga boqing. Esladingmi? Bu shu betonga o'xshab bo'ylimga o'xshab olgan. Biz ham bu betonga kimga o'xshadi? Onangga. Ana o'shada onang Bora, Kızım, kızım, ben bir dakika içine yeni ayette ben çıkıyordum. Taşlarını kırıyor, Nolberpe, 823 aksiyonu verilen hiç kimdeki. Maneke, o konuşları mı? Yok, hareket çıkıyor. Kaç hareketi bakmak istiyorsun? O da böyle değil mi? Yani bir de Nolberpe 777, Prado, Katte. Şimdi Maneke, o konuşları mı? Yok, Maneke o geçiyor. Karakterin bu derece geçiyor öyle. Ben o gibi olmasın. Oh! Sen nasıl sakın atıyorsun? Sana sakın koruyan değil ha. Ne benim çakır sersen. Yok şimdi gün nasıl lavayı bülbülü atalım. Hazır ne kadar çakış var de. O zaman lavayı bülbülü. Hazır ne kadar çakışmasın. Katta böyle oldu sen. Sen tut gittin sen. Gidemem. Yarın koydum. Kanat olsaydı. O gözlerim onu kumsaydı. Saçları kalbine Rus bulsana. O rengindeki o bulsaydı. Kattan dolarım diyor, kattan dolarım. Hocamızga qorlar yonida pag'a. Qorbobo yazib yuribsiz haliyam Nemskiy tog'a. Anglab turganingizdek tog'alarga so'zladi. Endi men oldin gapirganlarning gapiga qo'shilaman. Sizlar oldin hech kim gapirmadi. Bu lekin gapirishadi. Bu to'yda hali bir yil gapirishadi. Shu o sizni chaqirganingiz asosiy maqsadi. Siz ras ona tarafidansiz, ona kelgani uchun onalar operatsiyasi o'rniga tog'alar operatsiyasini o'tkazasiz. Tog'am kasalman demay, holim yomonman demay, yo'lim mehmonman demay, ado bo'laman. Onaga tayyor ko'p keluvdi. Sizlar zo'r to'y bo'ladi deb o'ylayotgan ko'pga. Ba'zan onani o'rniga tog'ani qo'yasiz, bosasiz keyin. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga qaytarib otgan, dard cheksam birga chekib qalbda yotgan, bu mening tog'amdir, bu mening tog'am. Kechalari bego'm uxlamay oqsiz bergan tog'am. Ya, magazinni olib kelaverganmi? O'tiradi. Unga bergan pul. Qani bor. Dadam bilan qo'shiqchaning tog'am. Shukr bera qoladi. Onaga vaqt bergan. Ko'rsiz, pulni bunga bermaysiz. Pulni olasiz. Qani haqsiz, qani keling bolalar. Siz nima ish qildingiz? Uylangansiz? Uylangandan bir yerga tegib ko'ring. Ana endi Rabiy maydonimizga Toshkent Samolar raqsini taklif qilamiz. Shundan nafas
yuruvchi tegmadingda. Haydi, okey. O'zim hozir senga yorib to'ydan qo'yib bering. Kulayman namus bilan or bilan. Xuddi bir or bilan zor bilan. Yaqinlagan qo'limdagi tor bilan. O'zim hozir sevgan yorim to'yida. Baxtli bo'l. Hey, voy hofizlar, hurmatxona bo'lib qoldik. Mesela diskotechni qo'shiqlar sizlar bizda, shu qo'shiqlarimiz sizlar uchun. To'yxonada to'ldi, kayfiyat bo'ldi, to'yxonada to'ldi, kayfiyat bo'ldi. O'yna kelin o'yna, bugun to'yingga o'yna, kiyovsiz to'ylar qilding, to'yingga o'tadi. O'yna kelin o'yna, to'yingga o'yna, o'yna kelin o'yna, bugun to'yingga o'yna. Ey yor biyo, 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 ey yor biyo. Nalla kunanna neşe, hayra hayra, canım rapor. O'zing yo'q bo'ldi, o'zimiz tarararani. Esidami? Senlar gapirishgan paytimiz bor ekan. Hali bizning to'yimiz bo'ladi. Osmonlarda birgalikda uchib yuramiz dedi. Tut! Aning o'zi bu chiqdi. Bu yurak sendeki islar tamam. Dilbagarcha sevdim. Seni istedim uyandı tamam. Dilbagarcha sevdim yalan. Ne dilerim ne canım. Seni istedim uyandı. Endi bo'ldi. Sen bana hayatını sindirganing kabi. Benim yoksa kötü. O'zbekistonga Xitoy kirib kelyapti. Mehmonxonalarimiz xitoyliklarga to'lib toshdi. Bozorlarimizda arzon narx bilan sindirishadi, keyin xohlaganini qilishadi. Ko'chada xitoycha yozuvlar, boydor degan vahimalar sizgacha yetib keldimi? Biz savol bersak-da o'shalarga. Oldin yo'qmi bozorlarimizda Xitoy tovari? Uskunalarimiz, moslamalarimiz, tazgohlarimizni Avstraliyadan olib kelarmidik. Yo'q.
Guangzhoudan keladi. Faqat bitta farqi olib sotarlikda o'zimiz qilardik. Xitoyliklar qarasa, Pekindan $6 shimni olib kelib, bitta o'zbek, ikkinchi o'zbekka 20-30 dollardan sotyapti. Puli borligini bilsa, 40-50 dollardan pul boryapti. $10 sotgandan keyin xitoyliklarni oladi shimni. Yoki Xitoy restoranlaridamidi? Mijozni o'rgatib olgandan keyin masalliqdan urib qolish, ovqatni mazasi aynishi, yoki biz xitoylikdan o'rgangandik, qarzni vaqtida qaytarmaslikda, bir so'm olmaguncha ishini bitirib bermaslikda. Shunga o'xshash narsalar o'zimizda yo'qmi? Albatta, o'zimizda bor edi. Insof va vijdon yo'q jamiyatga. Xitoy ham, Turkiya ham, Rossiya ham qo'rqmasdan kirib kelaveradi. Birinchi navbatda o'ziga insof so'raydigan jamoa. Hurmat bilan, million jamoasi!